Sizlar bilan VPS server nima, u bizga nima uchun kerak kabi savollarga javob topamiz. Xo'p, VPS server bu qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, doim ishlab turishi lozim bo'lgan dasturlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan virtual kompyuter. Aynan Brotech.uz saytida ham shunaqa xizmat bor, ya'ni VPS serverlar xizmati. Bu yerda xususiyatlarni ko'rishingiz mumkin. Odatda 4 tagacha robot ishlatish uchun mo'ljallangan virtual kompyuter. Xo'p, VPS serverning afzalliklari nimada? Uzluksiz ishlash, albatta bu eng birinchi afzalligi. Barqaror internet, pastga chiqish, ya'ni aynan Brotech.uz saytida joylashgan serverlar Yevropa hududida va brokerlarga yaqin hududlarda joylashganligi uchun ping kam bo'ladi va o'zini o'zi o'chib qolmaydi. Istalgan joydan kirib bemalol foydalanish mumkin. Xavfsizlik kuchli darajada bo'ladi. Xo'p, endi bu VPS serverni qanday olish mumkin desak, quyida havola bor. Ushbu havolani bosadigan bo'lsak, bizni Telegramga olib o'tadi va bu ko'rib turganingizdek Telegram bot. Bunga start tugmasini bosamiz va ko'rib turibmizki, VPS serverga qo'shyapsiz. VPS server olish. Ketdik va bu yerda ko'rishingiz mumkin tariflar bor. Bu ijaraga olinadi. 1 oylik tarifi, 3 oylik tarifi, 6 oylik va 1 yillik tariflar mavjud. Masalan, 1 oylik tarifni oladigan bo'lsak, karta raqam chiqadi. Va o'zimizga qulay kartani tanlaymiz. Ushbu karta raqamiga chek yuboramiz. Ya'ni pulni o'tkazib, pul o'tkazganimiz haqida chek yuboramiz. So'ng ozroq kutib turamiz shu joyda. Aynan bizni yuborgan chekimiz tekshiruvdan o'tadi. Haqiqatan ham to'lov amalga oshirildimi? Pul to'g'ri o'tkazildimi? Va server yaratib, uni credentiallar, ya'ni IP adres, username va parol tashlab beriladi. Mana ko'rishingiz mumkin. IP adres, username, password va amal qilish muddati bor. Aynan shu amal qilish muddati oz qolgan paytda botni o'zi ogohlantirish beradi. To'lov muddati keldi. Uni cho'zdirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshir xabarini. Xo'p, bu ma'lumotlardan qanday foydalanamiz? Bular nima uchun kerak? Quyida tugma bor, setup guide. Buni bosadigan bo'lsak, ko'ramiz. Server ichiga qanday kirish mumkin? Shu haqida qisqacha qo'llanma. Endi o'zlarimiz ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan Windows kompyuterlarda remote desktop connection yoki rus tilida bo'ladigan bo'lsa, udalenniy kompyuter, подключить udalenniy kompyuter deb yoziladi. Bu ilovani ochadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Quyidagi IP adresni, shu parolni yozamiz. Saqlab qolishga ruxsat beraman. Connect va parol. Remember me yo'q qo'ysangizlar, bu doim saqlab borish uchun xizmat qiladi. OK tugmasini bosganimizda bu yerda ham don't ask yes. Va ko'rishingiz mumkinki, server ichiga kirdik. Xo'p, bu yerda bir qancha MetaTrader ilovalar o'rnatilgan. Aynan o'zimizga keraklisini tanlab olamiz. Va istalgan bittasi orqali ham ishlasak bo'ladi. Masalan, siz XM brokerni ishlatadigan bo'lsangiz, boshqa ilovani ochdingiz yoki XM brokerda yana bitta robot qo'ygansiz, yana bitta robot qo'ymoqchisiz. Bu holatda shunchaki boshqa MetaTraderni ochasiz va poistga brokeringizda yaratgan MetaTrader hisobingizni server nomini yozasiz. Masalan, broker XM Global yozadigan bo'lsak, mana chiqib keladi. XM va mana ko'rishingiz mumkin, hammasi bor. Va hokazo. Yoki boshqa brokerlar bo'ladigan bo'lsa. Mana XM Technologies Ltd yoki shunchaki CXM ishlatishimiz mumkin. Bosamiz. Подключить qismini ochib, bu yerda o'zimizning brokerimiz login va parolini kiritib olamiz. Live account, demo account va hokazo. Yokida открыть demo shot qilib
yangi hisob yaratsak ham bo'ladi. Masalan, hozir demo shot yaratmoqchiman. Buning uchun quyidagi ishlarni amalga oshirsam ham bo'ladimi? Открыть demo shot. Masalan, ma'lumotlar. Tug'ilgan sana. Masalamiz kreditni plechoni bu yerda birga 100 berar ekan. Boshqa brokerlardan yaratib olsak ham bo'ladi. Mana bizga demo hisob yaratildi. Bu yerdan o'zimizga keraksiz oynalarni yopamiz. Va ko'rishimiz mumkin, sovetniki qismida tekin robotlar ham bor. Va biz endi Broadreach saytidan olingan robotni o'rnatib ko'ramiz. Masalan, mening hisoblarim bo'limiga kiramiz albatta va bu yerdagi hisob raqami qo'shish kerak endi biz. Hisob raqamini aynan quyidagi brokerlardan mana shu referral havolalar orqali ro'yxatdan o'tib qo'shsak ham bo'ladi. Yuqoridan ko'rishimiz mumkin, bizning hisob raqamimiz 52 94 85 44. Qo'sh. Algo trading bo'limiga o'tamiz. Savdo robotlari. O'zimizga kerakli robotni tanlaymiz. Litsenziya kaliti olish va ushbu brokerga kiritgan hisobimiz, ya'ni mana shu 52 94 85 44 raqamli hisob raqamimiz uchun litsenziya kaliti olamiz. Bu litsenziya kaliti va mana bu fayl. Fayl albatta загрузки, kompyuterimizda загрузки qismiga tushadi. Uni shunchaki kopировать, ya'ni nusxalab olamiz va bu yerdan server ichiga kiramiz. Fayl, открыть katalogdan MQL5, experts va shu qismiga вставить qilamiz. Mana robot fayli tushdi. Endi qaysi parada ishlamoqchi bo'lsak, shu parani ochamiz. Masalan, how used открыть grafik M1, M5 o'zlarimizga mos time frame ni qo'ysak ham bo'ladi. Bu unchalik ahamiyatga ega emas. Endi robotga qarab bo'ladi bu narsa. Va sovetniki qismini obnoit qilamiz. Ko'rishimiz mumkin, robot bor. Bu qismiga ruxsat berib qo'yamiz. Albatta, vходящий parametr qismidan bizni olgan quyidagi litsenziya kalitimizni ushbu qismga kiritamiz. Har bitta robotning o'zida litsenziya kaliti kiritish uchun maydon bor. Sozlamalarni o'zimizning strategiyamizga moslab o'zgartirishimiz ham mumkin. Masalan, men 300 qo'yaman odatda. Okey. Sakrit. Va robotni ko'rishimiz mumkin, grafikda bor. Endi algo trading qismiga yo'qolgan bo'lsak, robot ishga tushirildi. Ya'ni mana bu shakkachamiz moviy rangga kirdi. Bu holatda o'chirilgan bo'ladi. Ya'ni algo trading qizil rangda qolganda. Va yoqib qo'yamiz va sinov tariqasida robot ishlayaptimi yo'qmi? Bitta order ham ochib ko'ramiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Men sell order ochdim. U buy order ochish orqali mana orderimni zamok qildi. Agarda bozor tepaga ketadigan bo'lsa, shu joydan mana shu minus 0,40-41 sent bu meni zamokim. Tilla 1000 punkt yoki 10.000 punkt yurib ketadi, farqi yo'q. Menda mana shu summa zamokda turadi. Istalgan paytda yopib yuborsam ham shu summa zararga kiraman. Agarda bozor selga, ya'ni men xohlagan tomonga ketadigan bo'lsa, u holda bu ochilgan buyni stop lossini oladi, faqat sell order qoladi.
va davom ketaveradi pastga. Hozir men 300 pips qo'yganman, ya'ni $3 atrofida zamok stop loss olishni belgilaganman. Shuning uchun hozir $3 narx tushadigan bo'lsa, keyin stop lossni oladi. Mana ochgan buy yopildi. Ko'rishingiz mumkin. Va yana limit order qo'yib qo'ydi. Pastda ko'rib turganimizdek, buy stop qo'ydi. Endi bu buy stopimiz selni ustma tushib turibdi deyarli. Endi baribir slippage hisobiga ozroq surilish bo'ladi. Shuning hisobiga ham o'rtada ozroq tafovut bor. Bu ko'rsatayotgan tafovut bu slippage aslida nima? Spread. Va uni stop lossi bor. Bu hozir yana narx mana shu joyga tushsa, bu stop loss olinadimi? Yo'q. Qachonki mana bu joydan o'tib buy executed bo'ladi, ya'ni buy order bajariladi. Keyin yana qaytib tushadigan bo'lsa, yana stop loss oladi. Shu qismda 100 point qo'yilgan bo'lsa, agarda masalan $1 qo'yilgan bo'lsa, narx quyidagi nuqtada stop loss bo'lardi. Va ko'rishingiz mumkin, narxni bu borib kelish tezligida bir qancha zarar olishi mumkin, balkim 3 martadan ham ko'p. Shuning uchun hamma kattaroq qo'ygandim. Bu har kimning o'zining ixtiyorida. Default ishlataman desa 100 pips turadi. Shuningdek, boshqa robotlarni ham ishlatmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga mos parametrlarni ko'rib olishingiz mumkin. Albatta, video qo'llanmalari bor har bitta robotni. Va MetaTrader 4 yoki 5 yoki Sentry hisobda ishlatiladigan robotlarimiz bor. Standart hisobda ishlatiladigan robotlar bor. Yoki shunchaki polavtomat yordamchi instrumentlar bor. Bularning hammasi bilan tanishib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Bizga virtualniy kompyuter, ya'ni VPS server aynan shu robot o'rnatish masalasida kerak bo'ladi. Endi bundan qanday chiqib ketaman desangiz, bu yerda MetaTrader'ni hech qachon close qilmaslik kerak. Ya'ni MetaTrader ilovasini yopmaslik kerak. Robot o'rnatildi, robot ishlab turibdi, bo'ldi. Bu turadi. Mana bu qismda serverga qanday qilgan qismimiz o'zidan chiqib ketamiz. Biz telefon orqali savdo qilamizmi, farqi yo'q. Robot o'z ishini, o'z vazifasini vaqtida bajaradi. Keyin bot orqali muddat kelgan paytda qanday cho'zish mumkin desangizlar, shunchaki start tugmasi bosildi. Mening serverim mana serverni yangilash. Serverni yangilashda yana ustiga muddat qo'shish mumkin. Masalan, hozir 1 oylik olgandim, yana cho'zishim mumkin yoki 1 yillik olishim mumkin yana. Bu narsa har kimning o'z ixtiyorida. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin.